yillarda jahonda ekologik toza transport vositalariga bo'lgan talab tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqarilayotgan elektromobillar bu borada muhim o'rin tutmoqda. Xitoyning yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilaridan biri hisoblangan BYD kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan elektromobillar jahon bozorida keng ommalashib bormoqda. Ilg'or texnologiyalar asosida yaratilgan mazkur avtomobillar energiya tejamkorligi, yuqori xavfsizlik darajasi va ekologik tozaligi bilan ajralib turadi. Eng muhimi, elektromobillar atmosferaga zararli gazlar chiqarmasligi tufayli atrof muhitni muhofaza qilishga xizmat qiladi. Bugungi kunda O'zbekistonda ham elektromobillar bozori izchil rivojlanib bormoqda. Xususan, BYD kompaniyasining bir nechta zamonaviy modellari mamlakatimizga kirib kelib, iste'molchilarga taqdim etilmoqda. Sedan va crossover turkumiga mansub bu avtomobillar qulayligi, iqtisodiy jihatdan tejamkorligi hamda zamonaviy dizayni bilan xaridorlar e'tiborini tortmoqda. Ma'lumki, Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlik yildan-yilga mustahkamlanib bormoqda. Ikki davlat o'rtasida sanoat, texnologiya va investitsiya sohalaridagi hamkorlik ko'lami kengaymoqda. BYD elektromobillarning mamlakatimiz bozoriga kirib kelishi ham ana shu hamkorlikning amaliy natijalaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Mutaxassislar fikricha, elektromobillardan foydalanish yoqilg'i sarfini kamaytirish, havoning ifloslanish darajasini pasaytirish hamda yashil iqtisodiyot tamoyillarini hayotga tatbiq etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, kelgusida O'zbekistonda ekologik toza transport vositalaridan foydalanish ko'lami yanada kengayishi kutilmoqda. Bu esa o'z navbatida mamlakatimizda zamonaviy va barqaror transport tizimini shakllantirishga xizmat qiladi.